Xotinim ketib qoldi. Yomon sog'inib ketdim. 2 soat bo'ldi ketganiga. Nima qilsam qaytaraman orqaga, aytinglar. Qanday qilsam xotinimni orqaga qaytardim. Xolajon, siz ko'p ko'rgansiz. Nima qilsam orqaga qaytardi? Ayting xola. Biromata ketib qolganmisiz? Yo'q, yaxshi gapiring. Biromata ketib qolganmiz. Ketganim yo'q. Bo'g'amchi? Yo'q, buvangiz ham ketgan yo'q. Birga yashaganmizlar o'zi? Kim? Aka, xotiningiz ketib qolganmi? Ayting aka. Yo'q. Sizchi? Yo'q. Birga yashaganmizlar o'zi? 40 yildan beri birga yashayapmiz. Yomon yolg'on gapirgansiz. Ketib qoldi. Nima qilsam qaytaraman? Aytinglar, kim menga yordam beradi? O'zi kreditga olganman. Hali foizini to'lab bo'lganim yo'q. Opajon, siz ayting, nima qilsam qaytaraman, ayting. Siz ketib qolganmisiz? Hech kim ketmagan ekan, birga yashagan bular yeri bilan o'zi. Ha? Uylanmagan-ku hali. Assalomu alaykum. Xotin menga aytadi. Ha? Yana bitta olay. Aytdim, buni hali foizini to'lab bo'lganim yo'q. Ikkita olganmisiz siz aka? O'zi bittasini bazurga yeplayapman. Ikkitani qanaqa qilaman? Ana o'zi telefon qilyapti. Alo? Chamangul. Nega tashlab ketding Chamangul, meni nega tashlab ketding? Qaytsang, uyga qaytsang bo'lmaydimi Chamangul? Birga yashaymiz deb so'z beruvdingki, ayol kishi bitta gapiradi-ki Chamangul. Nega tushunmaysan axir otamni tashlab keta olmayman? O'zim tashlab o'ldiraman hozir sherda. Nima? Men o'lsam senga hech qisi yo'qmi Chamangul? Chamangul, agar xo'p desang, hamma aytganlaring o'zim qilaman. Uylarni yig'ishtiraman, uy supuraman, ovqat qilaman, kir yuvaman. Faqat meni yonimda chamanimni gullatib, hamma joyda ho'llatib yursang bo'ldi Chamangul. Chehrangni ochib yursang bo'ldi Chamangul. Seni sog'inib ketdim Chamangul, nega tushunmaysan Chamangul? Hamma aytganlaringni qilaman. Uylarni yig'ishtiraman, kir yuvaman, ovqat qilaman. Qachon bo'ldi Chamangul? Chamangulum, moya krasavitsa, moya любимая Chamangul. Bo'pti, keyin gaplashamiz Chamangul. Nima bo'ldi? Enangni ajralib qolganda bunchalik yig'lamagansan. Onang sutdan ayirganda bunchalik o'kirmagansan. Erta tongdan qo'liga telefonni oladi-da, onasidan ayirgan buzovga o'xshab mana shunga yalinib yolvorib chiqadi, yig'lab chiqadi bechora. Kim bilan gaplashyapsan? Ishdagilar. Kim? Ishdagilar. Sen hech qayerda ishlamaysan-ku. Bu hech qayerda ishlamaydi bu. Ob-havodan telefon bo'ldimi? Toza havoning direktori bu. Chamangul ketib qoldi ota. Ketib qoldi deysan, uning biznikida tuzukli yashagani yo'q-ku. Ketib qoldi deysan. 2 soat turib ketdik ota. Ey! Men bunga aytdim, o'g'lim. Tengi bilan, tezak qopi bilan dedim. O'zimizni qishloqdan uylan, o'zimizni qishloqdan yaxshi qoplar ko'p, yaxshi qizlar ko'p. Mana Bozorvoyda oilasini qara. Va kelin yaxshi, qizlari ham esli aqlli. Uylan shuni qiziga dedim. Ya bu meni aytganimni qilmasdan
holiga qaramay boyni qiziga uylandi. Boyni qiziga. Nimasi yaxshi o'sha bozor vayizni qizini qop-qora-ku ota? Oppoq joylari ham bor. Qayrida? Ko'rinmaydigan joyida. Uni ko'ngli oq, ko'ngli. Seni mana 4 yildan keyin pensiyaga chiqadigan pechak gulingdan shu bozor voyda qizi yaxshi edi, qora bo'lsa ham. Tikuvchi edi. Birinchidan pechak gul emas, chaman gul ota. Nima bo'lsa ham-da guli bor. Ikkinchidan men bozor vayizni qizi qachon bitta kuylak tikar ekan, qachon sotib kelar ekan deb uyda kutib o'tiramanmi, 60 ming, 80 ming pulini ota. O'zimni chaman gulim yaxshi, hamma sharoiti bor ota. Ha, nega tushunmaysiz? U bizani uyga o'rganilmayapti ota, o'rganilmayapti. O'rganilmayapti. Nima qilamiz endi? Sirkdan bitta o'rgatuvchi topamizmi? Qo'y, ish xotiningni gapirmadi. Nima, men o'zim oshiq bo'lib qoldimmi ota? O'zim oshiq, yuragim oshiq bo'lib qoldi-ku ota, yurakka buyruqqa bo'lmaydi. Buni bo'ldi qadrim men senga. Buni o'zi oshiq bo'lib qolmagan, buni yuragi oshiq bo'lib qolganda, aqlda ishlatish kerak. Mana bu kallani ishlatish kerak, kallani. Ishlatyapman. Sen ishlatmabsan, sen kalla tashlayapsan. Ishlatish kerak. Ilgari zamonda bir yigit uylanibdi. Qaramog'ida qari bir onasi bor ekan. Uylangandan so'ng dasturxon yozilib osh-ovqat kelsa, ovqati yaxshi joyini, go'shtli joyini onasiga emas, xotiniga berar ekan. Xotini ham bir esli oilani, yaxshi oilani qizi ekan, esli ekan. Xo'jayin, ovqati yaxshi joyini menga emas, onangizga bering. 9 oy sizni qornida ko'targan. Yurib ketganingizcha qo'lida ko'targan. Betob bo'lganingizda kechalari uxlamasdan chiqqan. Sizni odam qilguncha umurtqasi uzilgan mehribon onangizga bering. Bu sizni vazifangiz-ku. Desam bu quloq solmas ekanda. Mana o'xshagan hayvon ekanda. Bo'ldi qadrim men senga. Ha, onam bo'lsa nima qildi? Onam ham yeyapti-ku. Sen-ku meni yerdagi farishtam. Seni yuragim sevib qolgan-ku. Kunlardan bir kuni xotini aytibdi, men siz bilan ajrashaman. Ha nega? Men siz bilan ajrashaman. Ha nega? Menga onasini hurmat qilmaydigan kerak emas. Erta sizdan tug'ilgan farzandlarim meni hurmat qilmaydigan farzand bo'ladi. Xuddi sizdek. Bunga meni ko'zim yetadi. Farzand ko'rmasimdayoq men siz bilan ajrashaman debdi. Ajrashib ketibdi. Bo'ldi qadrim men senga. Ahmoq. Yig'laysan hali, shoshmay tur. O'sha zamonda kunlardan bir kuni ko'chada bir karvon kelayotgan ekan. Karvonda esa yuzidan nur yog'ilib turgan oppoq kiyimda bir hoji onamiz boshlab kelayotgan ekan. Hoy o'g'llarim, hoy qizlarim, to'xtanglar. Bu yo'lda bo'yida bir miskin xayr so'rab turibdi. Sadaqa so'rab turibdi. Osh-ovqat beraylik, savobini olaylik, to'xtanglar. Boyagi gadoy chol uchun dasturxon yozib ziyofa qilishibdi. Hoji onamiz boyagi gadoyga termilib turib, siz meni tanidingizmi debdi. Boyagi chol, yo'q, tanimadim. Siz meni tanimadingizmi? Men sizda avval ajrashib ketgan xotiningizman. Bo'ldi qadrim men senga. Men senga aytayapman. Xalq buni biladi, eshitgan xalq. Sizdan ajrashganimdan keyin taqdir taqozosi bilan ota-onasini hurmat qiladigan iymonli yigitga turmushga chiqdim. Xudoga shukrkim, tug'ilgan farzandlarim ham otasiga o'xshab ota-onasini hurmat qiladigan bo'lib, meni karvonga bosh qilib, boshida ko'tarib yurishdi debdi. Gapini tugatib bo'lgandan keyin hoji onamiz, sizni taqdiringiz nima bo'ldi desa,
boyagi gadoychol, ey, sizdan keyin men yana uylandim. Onamni emas, xotinimni deyishni qo'ymadim. Bizdan tug'ilgan farzandlar ham ota-onasini emas, xotinlarni yaxshi ko'rib ketishdi. Oxir oqibat choli kampir ko'chada daydib qoldik degan ekan. Ey, ertaga sen ham mendan keyin mana bu xotining bilan ko'chada daydib qolasan. Erta ko'chada daydib qoladi mendan keyin bu. Daydib qoladi. Daydimayman. Daydimayman. Oyijonim bunga yo'l qo'ymaydi. Shaharda uylari ko'p. Ey hayvon! Bu suvni men tahorat uchun tayyorlaganman. Ichi kuyib ketyapti-da. Xotini kelmaganiga alamidan ertalabgacha ho'kizdek aroq ichganda sushnak bo'lyapti-da, sushnak. Ich. Sen ichadigan aroqda mana shu tahorasi toza-ku. Ich. To'yguningcha ich. Endi sen bunday qildim. Ammamni buzoq o'shab shalvirab yurmaginda bu masalani bir tomonga yech. Yo otangni tanla, yo xotiningni. Senda ikkita yo'l bor, boshqa yo'l yo'q. O qanday yo'l ota, o qanday yo'l? Sen o'qimagansan, bilmaysan-ku. Juda ham toshloq yamalari ko'p yo'l ekan otasiz aytgan yo'l. Ota, variantlar yo'qmi? O'qimagan. Variant imtihonlarda bo'ladi. Tavba. Bizning davrimizda variant bo'lmagan ekan. Bizning davrimizda uyat bor edi. Ota-onaga hurmat bor edi. Or nomus, g'urur bor edi. To'g'rimi? Bunda hech qaysi yo'q uni. Ota, nima? Sizni hurmat qilaman. Ha? Yaxshi ham ko'raman. Xo'p. Lekin chamangulni ko'proq yaxshi ko'raman, ota. Qarang qanday, meni yaxshi ko'radi. Mendan ham ko'ra ko'proq xotinni yaxshi ko'radi. Bittasi aytgan ekan, o'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga deb. Bu odam bo'lmaydi bu. Ota, odam bo'lmaydi-yu bu. Chamangulni olib kelib bering, ota. Olib kelmayman. Ota, siz borsangiz keladi-da, ota. Bormayman ham, olib kelmayman ham. Tushundingmi? O'zing borib olib kel. Bo'lmasa yo'l kira bering, ota. Hali pensiya tushgani yo'q. Esi yo'q. Ota, iltimos sizdan men chamangulsiz tura olmayman, ota. Chamangulni yaxshi ko'raman. Ana, moshin keldi. Popsi! Chaman! Chaman! Pop! Chaman! Oyjonim keldilar. Karochi Gavariya onasi, xotin qili otasi kelibdi. Boylar kelibdi, boy xudolar. Здравствуйте, куда? Va alaykum здравствуйте. Assalomu alaykum, qudajon. Qudajonim, quda qizg'aldoq, bir bag'rimga bosay. Hey! Yaxshimisiz? Yaxshi. Ko'rimiz. Yuribmiz mana qishloqda, yuribmiz xudo. Bola, mana shu kiyim kelin kiyadigan kiyimmi shu? Og'ayni, siz ayting, shu kiyim kelin kiyadigan kiyimmi shu? Kelin degan bir keng ko'ylakda lozimda, boshida ro'mol, tong sahar turib, hamma joyga suvlarni sepib, supurib, assalomu alaykum ota, yaxshi dam oldingizmi? Nonushtangiz tayyor, kirib yeb oling desa, baraka top qizim, otangga rahmat, menga kir deb
duo qilamizmi, qilmaymizmi? Короче, quda. Qudag'ay, karochi, parochi boshimda o'rtmang. Men yoshim shu yoshga borib, xotin xalaj bilan gaplashib o'tirishga toqatim ham yo'q, sabrim ham yo'q. Sizlarda uylaringda bir erkak bormi? Erkak kishi bormi? Bir gaplashaylik erkakchasiga. Bormi erkak? Bor. Mana men erkakman, men Xudo. Mana shu xotinimni hamma gaplariga 100% qo'shilaman. Sen to'yda tabrik etyapsanmi gaplarga qo'shilaman deb? Erkakmisan ki, amana yoshlarni qarab, bir abular boshini birlashtiraylik. Yech shu masalani, erkakmisan? To'g'risini aytaymi Xudo? To'g'risini ayt. To'g'risini aytaymi? Ha. To'g'risini aytsam, men mana shu go'zalinam bilan uchrashganimda meni hech vaqoyim yo'q edi Xudo. Mana shu go'zalimni uchratdim. Hamma narsa bor. Husn latofat, qaddi qomat, moli dunyo, ana bitta qizi bor ekan. Ovora ham bo'lib o'tirmadim. Boriga shukr. Hozir mana kimdan kamman? Sutim but, qornim to'q, yeganim oldimda, yemaganim ketimda, L9 tegimda, mazza. Shunday ekan Xudojon bu masalani men yecha olmayman. Yecha olmaydi bu. Bu hech narsani yecha olmaydi. Ustida shimini xotin ruxsatsiz yecha olmaydi bu. Yechkich Xudog'aymi? Yeching Xudog'ay. Yeching. Короче, quda. Mani Karoch. qizim o'g'lingizga tegib nima ko'rdi? Nima ko'rish kerak? Nima ko'rgisi kelyapti? Yerga tekkacha hammasini ko'rib bo'lmadimi? Ni jeton. Вообще-то mani qizim yerga tekkuncha 11 yil o'qidi. Koridordami? Bilasizmi Xudojon? Mirovoy universitet politexniskiy diplomatskiy selxozda o'qidi. Ko'rdingizmi, ota 4 ta diplomi bor. O'qimagan xotining 11 yil deganda selxoz tugatibdi. Sen ham shular birisan. Zato diplomi bor. Bilasizmi, 7900 ga tushdi ko'kida. Nima emish? Koshmar, ужас. Ovqatni o'choqda qilar ekan. Choyni samovarda damlar ekan. Ariqda yuvinar ekan. Eng dahshatlisi koshmar, hojatga hovlini to'g'ridagi uychaga borib o'tirar ekan. Nima qilaylik? Uyimizni to'g'riga o'tkazaylikmi? Ya boyda qiz ekan deb yonginamizga o'tkazdiraylikmi? Nima qilaylik? Xudog'ay, bizda qishloq sharoiti shunday, o'choq tandir tashqarida, va hojatxona ham shu Tamarqani bo'yida. Bizlar yashab kelyapmiz, shukr qilib, mana dehqonchilik qilib, qornimiz to'q, va tongda o'tirib, quyoshni botirib yashab turibmiz mana Xudoga shukr. Keliningizdan nima yomonlik ko'rdingiz? Qani kelin? Qayda kelin? Mana. Qani kelin? Mana yo'q Xudo. Tavba qildim. Kelin emas bu. Bu raddamda birov tashib olgan qo'ldan buni. Bola, bozor qizi hali ham turibdi, boray ertaga sovchilikka. Tak, bunday qilamiz. Xudo, yoshlarimizni tinch qo'yaylik. Bularni Dubaygami, Gavay orollarigami jo'nataylik, o'ynab kulib kelishsin. Qanaqa Dubay, qanaqa Gavay, Xudog'ay. Agar meni pulim bo'lganda, men umraga borgan bo'lardim. Hajga borgan bo'lardim. Dubay. Всё. Mana eng oxirgi gapim shu Xudo. Mana bu вообще-то, men qara, sen qaydan topgansan o'zi buni, ha? Shunga tegma degandim. Qaydan topgansan? O'zingiz aytdingiz-ku, otangga o'xshagan latta top deb. Oynonday kuyov bolam, o'zim bolam, shirin bolam, qaynota bilan kuyovni loyi bir joydan olinar deydi. Loyimiz bir, taqdirimiz bir, peshonamiz bir. Qizimni tanlaganingdan bildimki, fokusimiz ham bir ekan. Bo'ldi. Всё. Решающий gapim shu. Mana bu katakday chirrigan hovlingizni tashlaysizda, mana 3 etajli hovlimga ko'chib o'tasiz. Tamom. Qo'y, yig'lama. Hozir men ham yig'laveraman. Ko'nglim bo'sh. Senga Xudo to'zim bersin, kuyovginam.
Men ham edim seningdey, sen ham bo'lasan meningdey. Bo'lasan emas, bo'p turibdi-ku o'zi. Xudoyimni chivarligini qarang, qayinta-kuyov bir-biriga o'xshaydi-ya. Qarang, bitta mo'ylab qo'ysa, qayintasi o'zginasi ham. Qoyil. Xudog'ay, endi siz meni gapimni eshiting. Meni ko'p gapirtirmanglar, meni sal sog'ligim mazasi yo'q. Mana bu uyimiz sizlar uchun bir kulba, kapi bo'lishi mumkin. Elda bir gap bor. Ota uying chirog'ini o'chirma degan. Men ota uyim chirog'ini o'chira olmayman. Bu uy meni ota bobomdan meros. Ota onamni qo'li tekkan, boshi tekkan. Otamdan men qoldim. Mendan mana bu aynigan tuxum qolyapti. Mana kuyovlaring ixtiyori o'zida boradimi, bormaydimi, o'zi biladi. Понятно. Эй, Плакса, ты с нами поедешь? Biz bilan ketasanmi? Balo, bizga tegasanmi deyapti. Shunday denglar-da sizlar. Men oyijonim nima desalar shunga qo'shilaman. Hech zamonda yigitni uzatganini ko'rmagandik. O'lmasang ko'raygansan. Buni ham uzataylik, egasiga beraylik endi. Всё, qani ketdik. Orqangga qaramay ket, bor. Tushgan joyingga tosh bo'lib qot. O'zingdan ko'pay. Palak yoz. Xayrlashib ol. Yig'lama, boy joyga tegyapsan, yig'lama. Boy joyga tegyapsan, bor. Ota. Bor ket dedim, yig'lama, men ham yig'latib berasan hozir. Yig'laveraman. Qayintangga aytganligi. Eringga gap qaytarma. Xotiningga gap qaytarma. Soching supurgi bo'lsin, qo'ling kasov bo'lsin. Navarlarni olib tur, bor. O'zingdan ko'pay. Yur, ketdik. Ota. Bor ketay, yo'q bo'le. Yo'qol. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga ketar. Otaxonlar yoshi o'tgandan nega qo'y boqadi deb hayron bo'lardim. Mana bugun tushundim. Erta sen o'lganingdan keyin jonini beradigan qo'y bo'lar ekan. Men ham qo'ylarimni boqay bo'lmasa.